Endi boshqa amallarni bandani o'zi uchun bo'lib, ro'zani Alloh uchun bo'lganligi nima ekanligini tushunishga harakat qilaylik. Boshqa amallarning eng kattasi namoz. Banda har kuni 5 vaqt farz namoz o'qishi kerak. Shu namoz o'zi uchun ekan bandani. Buni qanaqa tushunamiz? Namoz o'qish uchun qilingan barcha xatti-harakatni boshqalar ko'rib turadi. Tahorat qilyapsiz, ko'radida, ana odam tahorat qilyapti, namoz o'qiydi, yaxshi odam ekan deydi. 10 ta odam ko'rsa, 10 tasi aytadi, 100 tasi ko'rsa, 100 tasi aytadi, 3 tasi ko'rsa, 3 tasi aytadi. Namozni o'qishni boshlaganda ham shu. Jamoatda nechta ko'rsa, falonchi ham jamoatga kelibdi deydi. Ko'chaga chiqqanda yana ko'radi. Demak, bu yerda xo'ja ko'rsinlik bor. Ibodatni banda qilyapti, niyati to'g'ri, lekin boshqalar ko'ryapti. Eng yashirin ibodat zakot bo'ladi. Yashirib berish kerak. Boring hammaga bildirmadi, hatto bola chaqasiga ham bildirmadi. Zakotini bir o'zi yolg'iz hisoblab olib borib, o'sha kambag'al topib bersa, shu kambag'al biladi-da. Uni haqqiga duo qiladi, bola chaqasiga aytadi, mahalla ko'yga aytadi, falonchini xayrini bersin, zakotini bizga berdi, o'zimiz o'nalib qoldik deydi. Demak, bunda ham xo'ja ko'rsinlik bor. Haj bo'ladigan bo'lsa, umuman shov-shuv bo'lib ketadi. Hajga ro'yxatga yozilganidan hammaga gap bo'ladi. Jo'nab qolsa kuzatgani qarindosh urug'lar kelmasa xafa bo'ladi, meni kuzatgani kelmadi deydi. Borib haj qilib kelgandan keyin kutib olish kerak, osh berish kerak. Undan keyin kim haj aka demasa baloga qoladi. Demak, buni hammasi xo'ja ko'rsin. Ro'zachi. Ro'zada bunaqa narsa hech qayerda yo'q. Mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Ertaman alhamdulillah hammamiz saharlikka turyapmiz. Tunda saharlikka turamiz. Birov ko'rmaydi. Hamma o'ziman o'zi ovora, o'zi turadi. Nima uchun turadi? Xudo uchun turadi. Alloh uchun turadi. Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, hisobini, kitobini qilib turibdi. Men turishim kerak, roza tutishim kerak deb turadi. Shirin uyqusini buzadi. Oromini buzadi. Turadi, saharlik qiladi, faqat Alloh uchun. Ana og'zini bekitdi, niyatini qildi, namozini o'qidi, ko'chaga chiqsa, tutgan ham bir, tutmagan ham bir. Hech kim bilmaydi. Chunki roza ichki ibodat. Yuraveradi. Hammasi aralash-quralash bo'lib yuraveradi. Faqat shu ovqat yeganidan roza tutmaganini bilib qolmasa, boshqa bir farqi yo'q. Bu yerda riyo degan narsa yo'q. Shuning uchun mashoyixlar aytadiki, yoz kunlarida, boshqa vaqtlarda ro'zadorni chanqaganidan, issiq o'tganidan labi quruqshab qolsa, shuni yo'qotib tursin deydi. Ko'rganlar ro'za tutibdi bu demasin. Shu labini qurib ro'za tutganligini alomati paydo bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lsin, shuni yo'qotib tursin. Birovlar ana u ro'za tutgan ekan, labi qurib qolibdi desa, savobi kamayib qoladi deydi. Shu darajada riyodan qochiladi ro'zada. Shuning uchun Alloh taolo bu men uchun deyapti. Shuning uchun Alloh taolo buni savobini men o'zim bilib beraman deyapti. Mana shu shaklda Alloh uchun turib, Alloh uchun och qolib, chanqab, shahvatdan o'zini olib qochib, bir oy yurgan odam haqiqatdan yuksak ruhiy maqomlarga erishadi. Chunki taqvo hissi shu holatda turadi. Mana o'zlaringiz tajriba, shaxsiy tajribada ko'ringlar, hammamiz eng yaxshi musulmon bo'lgan vaqtimiz ro'za vaqti. Ibodatda ham, odob axloqda ham, boshqa taraflarda ham. Hatto eng batarin odamlar ham tuppa-tuzuk odam bo'lib qoladi. Chunki ro'za ruhni tarbiyalaydi. Bunaqa ommaviy ro'za tutishlar, nima bo'lishlar 89-yildan boshlangan. 1989-yildan boshlangan. Shunda keyinchilik bo'lib, hammaga ruxsat berilib, e'lon qilinib, azon aytilib, oy ko'rilib, shunaqa ro'za tutgan. Ro'zadan keyin bir 2 kunmi, 3 kun o'tdi. Biz shu Yalang'och tarafga bir yerga bordik. Bir odam suhbatdosh bo'lib qoldi. So'raveradi, ro'zani unisi umi, bunisi bumi deb so'rayapti. Bilimli odam. Keyin o'zi tushuntirishga o'tdi. Tafsir dedi, men
oliy o'quv yurtida rahbarman dedi. Kichikroq rahbar ekan. To'g'risini aytaylik, Xudodan bekitolmagan narsani bandadan bekitolmaymiz. Birinchi marta bu yil roza tutdim dedi. O'sha vaqtda haqiqatan ko'pchilik birinchi marta o'sha yilda tutgan. Birinchi marta roza tutdim. Rozani bunaqaligini men xayolimga ham keltirmagan ekanman. Roza tutib olganman, idoramning ishi bilan u yerga bu yerga kiraman. Ular bu narsalarni so'raydi. Shu bir og'iz yolg'on gapirsam ishim bitib ketadi-yu, lekin gapira olmayman. Rozam bor. Gapira olmayman, ishim bitmaydi, qaytib chiqaman, xursand bo'laman. Ishim bitmaganiga. Chunki yolg'on gapirmadim. Xudoyo, yolg'on gapirmadim, ishim bitmadi, bir kunim bitib qolar, lekin men yolg'on gapirmaganimga xursandman deydi. Endi deydi, men sizdan deb yana boshqa roza bormi deganim, shu yana rozani farz namozidan boshqa roza bo'lsa, shuni ham tutib yursak, bir yo'l yaxshi bo'lib ketarmikan deb umid qilyapman deydi. Men aytdim, bor, to'g'ri. Shavvolda roza bor. Haftani dushanba, payshanba kunlarini Rasul Akram alayhisolatu vasallam tutganlar. Buni tutinglar, nafl roza. Yaxshi, xayriyat. Mana shu bor ekan, buni qilamiz biz. Ko'ryapsizmi? Umr bo'yi o'sha vaqtning tarbiyasida o'sgan odam. Oliy o'quv yurtida ishlab yurgan odam. Bir marta roza tutib, shunchalik foydasini anglab, oqil odam hammasini demak tushunib, nima? Axloqiy bir yuksaklikka erishgan. Demak biz hammamiz ana rozani tutganda faqat nima qilib bo'lsa ham iftorga yetib olsam bo'ldi degandan endi yuqoriga ko'tarilishimiz kerak. İftorga yetishni o'rganganman, endi roza tutdim. Ana shu haligi a'zolarim gunoh ishlar qilishdan ham roza tutsin endi. Tilimdan yomon gap chiqmasin. Nafaqat o'zi, balki birov urush janjal qilsa ham chiqmasin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lahu hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni tashlamas ekan, uni taomi va sharobini tark qilganidan Allohga hech bir foyda yo'q. Bu odamning o'zi uchun. O'ziga bog'liq narsada yolg'on, bulardan qilmasligi. Endi yana bir boshqa hadis sharifda aytiladiki, "Iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul ana imri'un sa'im." Agar biringizni roza tutgan kuni bo'lsa, besharim gaplarni gapirmasin. Baqir-chaqir qilmasin. Agar birov u bilan so'kishib qolsa, urushib qolsa, unga "Men roza tutganman" desin. Javob bermasin unga. Birov kelib bunga tahdid solyapti. So'kyapti, urushmoqchi. Buni haqqi bor. Bunga nima? Zulm bo'lyapti. O'zini mudofaa qilishga haqqi bor. Lekin shunda ham haliginga yaxshilik bilan "Birodar, men roza tutganman" desin. Uni so'kmasin. Mana shu darajada. Demak, mana shu yo'l bilan roza siz bilan biz mo'min musulmonlarni ruhiy tarbiyamizni joyiga qo'yadi. Qalbimizni poklaydi, axloqlarimizni yuksak saviyaga ko'taradi. Mana shu haqiqatlarni biz tushunishimiz, o'zlashtirishimiz, ularga amal qilishimiz lozim. Islom ummati Muhammad alayhisolatu vassalomni boshqalardan farqi ham shu. Eshitganini eshitib qo'yib ketavermaydi. Eshitgandan keyin bilmagan narsasini bilib unga amal qilishga o'tadi. Mana shunaqa suhbatlardan, va'z nasihatlardan, o'qigan kitoblardan bir kunligida hech bo'lmasa bittasiga amal qilib borsak, Allohning kuni ko'p, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'sha yuksak islomiy axloqlar, savob beradigan maqomlarning sohiblari bo'lamiz. O'shanda ichimizda nimaga falonchi roza tutib yolg'on gapiryapti degan gap qolmaydi. Nima uchun falonchi o'zi namoz o'qiydi, odamlarni aldab yuribdi, pulini olib qochib ketyapti demaymiz.
nima uchun falonchi hajga borib kelsa ham avvalgidan battar yo'li yuribdi degan gap qolmaydi. Chunki ibodatlarimizni biz mohiyatini tushunyapmiz, ularga ruh kirityapmiz, ularning halovatini tatyapmiz va o'sha ibodatlar bizni to'g'ri yo'lga yo'llayapti, qalbimizni poklayapti, axloqimizni yuksak darajaga ko'taryapti.